Shirinlarim, assalomu alaykum. Hammanglarga xayrli kun tilab qolaman. Bugun sizlar bilan adashim dugonam Zarnigorxon bilan birgalikda paxlava shirinligini tayyorladik. Buning uchun bizga 200 gram margarin, 4 ta tuxum, un, razrixritel, qatiq 1 piyola, shakar va ozgina mayonez kerak bo'ldi. Avvalo xamirni qorib olamiz. Buning uchun biz sariyog', ya'ni margarinni solamiz. Ketidan tuxumning sariqlarini solib olamiz 4 ta, qatiq solamiz, razrixlitel solamiz, ozgina mayonez solamiz, un solib yaxshilab xamir qorib olamiz. Orada tuxumning oqini ko'pirtirib, shakar solib, ag'darganda tushib ketmaydigan darajaga keltirgan holda bivat qilib qo'yamiz. Undan keyin tayyor xamirlarimizni 4 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Orada duxovkani qizdirib qo'yamiz. Xamirlarimizning ikkitasini pishirib olamiz, ikkitasini pishmagan holda qoldiramiz. Tayyor listimizga pishmagan xamirimizni teramiz va tayyorlab qo'ygan tuxumning oq ko'prigini solamiz. Maydalangan yong'oq va mayizlarni solib olamiz. Pishgan xamirni solamiz, tuxumning oqi, yong'oq va mayizni solamiz. Shu ketma-ketlikda davom etgan holda ustiga yana pishmagan xamirimizni solib, uni tuxum solib, qizartirib, undan keyin chiroyli to'rtburchak shaklda kesib, ustiga yong'oqlarni terib chiqamiz va duxovkaga 30-35 daqiqaga yuboramiz. Gradusi 180 bo'lishi kerak. Qarabsizki, juda ham mazali bo'lgan, juda ham ko'p, kam xarj, mazali paxlava shirinliklarimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Bemalol uy sharoitida bir tog'ora paxlava pishirib tanovul qilsangiz bo'ladi. Bilasizlar, bozorlarda bu shirinlik juda ham qimmat turadi.